Tushda zomir, nay, surnay chaluvchi mashshoq ko'rish. Tushda mashshoqni ko'rish o'tish joyi, yo'lga dalolat qiladi. Foydasiz so'zga dalolat qiladi. Shodlikni tarannum etuvchisi xursandchilik shodlikka, amirning mashshog'i esa askarlarning safarbar etishga dalolat qiladi. Zomir o'lim yoki qatl, yoki zinokor, yoki qo'shmachining o'limi haqida xabar beruvchi kishi, shuningdek ayol kishi agar nay chalsa, zomir insonning orqa qismiga dalolat qiladi. Noma'lum zomir orqasidagi og'riq kasallikka dalolat qiladi. Nay chalish fisq yoki solihlik bilan azada yollanib yig'lovchi ayol yoki farzandi, yana bo'lmasa mahbubini yo'qotgan ayoldan darak beradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.